Assalomu alaykum, hurmatli aziz opa-singillar, to'g'risevar muxlislar, to'g'richilik dunyosi kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan obzor video qilmoqchiman. Bu obzor videomda o'tgan videolarda to'qilgan mana ishtonchamizni katta razmerda to'qiganimni sizlarga video obzor qilmoqchiman. Men videoda 1-2 yoshli bolajonlarimiz uchun to'qigandim. Hozir bu 3 va 4 yoshli, 3 yoshdan 4 yoshgacha bo'lgan bolajonlarimiz uchun mana to'qidim. Hozir men buni qancha to'qiganimni, qancha santimetrda, nechta petля olingan, qanaqa to'qilgan, hammasini qo'limdan kelganimcha sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Men buni 3 yosh, rovno 3 yosh deb hisoblab boshladim. 3-4 yosh uchun deb boshida ham aytdim. 3 yoshli bolamiz obxvat byodrasi 59, obxvat taliyasi 53 santimetrga mo'ljalladim. Keyin birinchi to'qiganimni aytaman sizlarga. Alize Borjum klassik ipidan to'qidim. İpimiz 210 metrli, 100 gramda. İpimiz spitsam 3 va 3,5 spitsada to'qidim. Mana bu rezinkalarimiz 3li spitsada to'qilgan. Asosiy uzorimiz 3,5 spitsada to'qilgan. Birinchi spitsamga 120 ta petля terib olib, 120 ta petlyamizni 6 cm, 7 cmga yaqin to'qib olganimdan keyin ikkita tomonini birlashtirib, buni qanaqa birlashtirishini ko'rmoqchi bo'lsanglar, bitta oldingi ishtoncha to'qilgan videoga qarasanglar, xuddi shu joylarini отдельно ko'rsatganman. Bemalol ko'rib to'qishinglar mumkin. Birlashtirib to'qib olganimizdan keyin birlashtirib to'qib chiqqanimizdan keyin ozginagina oxirgi joyda ozginagina mana 3 ta petlyamizni to'qimasdan, bir-biriga to'qimasdan qoldiramiz. Rezinka uchun mana atila ko'rsatish uchun sizlarga qoldirdim. Keyin orqada rastokimiz bor. Birinchi rastok to'qiymiz. Mana rastokimiz, mana 4 santimetrcha rastok qoldirib to'qidim. Rastokini hozir men sizlarga mana ekranga yaqin qilib ko'rsatishga harakat qilaman. 120 ta petlyamizni yarim bo'lsa 60 ta bo'ladi. Oldi 60 ta, orqasi 60 ta. 60 ta petlyamizni 3 ga bo'lamiz. 3 ga bo'lganimizda o'rtadagi tomoniga tegmaymiz. Ikkita chetidagi tomondan birinchi bir tomondan boshlab kelganimizda birinchi tochkaga kelamiz, keyin ikkinchi tochkaga, uchinchi, to'rtinchi. Mana shunaqa qaytib поворотный qatorlar bilan to'qiganimizdan keyin oxirida keyin aylanib oldi bilan aylanib uzorimizni to'qishni boshlab ketamiz. Buni qanaqa qilib to'qilganini sizlar ishtoncha to'qilgan videodan bemalol ko'rishinglar mumkin. O'shanda aniq to'qilgan, aniq tushunarli qilib olingan. Mana 120 ta petlyamiz bo'lsa, 120 ta petlyamizni 60 ta oldiga, 60 ta orqaga qilib bo'lib, birinchi orqasi to'qilgandan keyin yana aylana qilib uzorimizni boshlaganimizdan keyin mana hozir mana bu og'gacha necha santimetrligini men sizlarga aytaman. Mana rezinkamizdan, mana bu rezinkasidan boshlab mana og'igacha 16 santimetr og'igacha to'qiganman. Keyin og'idan keyin mana почти og'idan keyin 21 santimetr og'idan keyin to'qilgan. Общий rezinkasi bilan qaraganimizda 23 santimetr rezinkasi bilan mana og'ini uchigacha 23 santimetr to'qilgan. Og'imiz ham 10 ta xuddi narigi ishtonchada qanaqa qilib og'i to'qigan bo'lsam, ikkita petля bilan og' boshlab, ikkita yonidan har через qatorda petля olganimizda oldi va orqasidan shunda 10 ta petляga borgandan keyin 8 qator to'qiganimizda 10 ta petля og'imiz chiqqandan keyin biz уже bitta oyog'ini отдельно, ikkinchi oyog'ini отдельно qilib to'qiymiz. Mana og' boshlangan joydan 5 santimetr og'imiz. Keyin mana birinchi uzor boshlagan joyimizdan 9 ta qator uzor to'qiganimizda og'igacha 9 ta qator uzor to'qiymiz, keyin og'ini boshlaymiz. Men общий hozir qatorini sizlarga sanab bermoqchiman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 qator mana shu boshidan oxirigacha
27 qator bonbon uzori to'qilgan. Undan keyin rezinkamiz oyog'ini bo'lganimizda aytganimdek 120 ta petля 60 ta bo'lsa 60 ta petlyamizdan ikkita petlyamizni og'iga olganimizda ikkiga bo'lamiz. Bu tomoni 60 ta, masalan, bu tomoni 60 ta bo'lsa, ikkita oldiga, ikkita orqaga 58 ta bitta oyog'ida, 58 ta bitta oyog'ida petlyamiz bo'ladi. Birinchi bitta tomonni aylantirib to'qib keldim, keyin ikkinchi tomonni ham aylantirib to'qib keldim. Mana bu yerda 58 ta petlyamiz bo'lsa, 58 ta petladan men qisqartirib, keyin yana bitta narsa aytaman, 58 ta petlyamizdan xuddi narigi shtonda to'qiganimda, agar ko'rsanglar videosini tushunib olasizlar. Bu yerda hozir uzorimiz bor. Uzorimiz buzilmasligi uchun ikkita petля bu tomondan, bu oyoqda ikkita petля qisqartirganman, chunki petlyamiz 4 ta petladan iborat uzorimiz. Ikkita petля yo qo'shib, yo qisqartirmasak, petля uzorimiz to'g'ri kelmay qoladi. O'shaning uchun 58 ta emas, 56 ta bu oyoqda, 56 ta bu oyoqda petlyamiz bor. 56 ta petlyamizdan men qisqartirib 8 ta petlyada qisqartirganman, 8 tacha. 4 ta bitta tarafda, 4 ta bitta tarafda qisqartirib, qolgan petlyasini mana birga bir rezinka bilan to'qib, xuddi mana har doimgidek bekitadiganimizdek qilib bekitganman. Rezinkamizni hozir necha santimetrligini ham aytaman sizlarga. Mana rezinkamiz почти 8 santimetr rezinkamiz bor. Men общий bo'yini hozir kameraga sig'mayapti. Mana bu boshidan oyog'ini uchigacha общий bo'y uzunligini sizlarga hozir aytmoqchiman. Mana bu rezinkasidan, faqatgina mana ichki rezinkasidan, tashqisidan emas, ichki rezinkasidan hisoblab aytaman. Mana ichki rezinkasidan qaraganimizda почти mana 54 santimetr oyog'imizni uchigacha 54 santimetr. Aytganimdek, og'igacha mana og'igacha 23 santimetr ekan. Mana rezinkasidan, mana ko'rayotganlaringiz, rezinkasidan og'in uchigacha 23 santimetr, og' boshlanguncha mana 19 santimetrda og'imiz boshlangan. 19 santimetrda почти mana og'imiz boshlangan. Og'dan keyin oyog'i 26 santimetr, mana og'dan keyin boshlangan 26 santimetr oyog'igacha, qolgani rezinkamiz mana 34 santimetr общий. Bu hozir mana 3 yoshga kiyadigan bo'lsa, mana bu ko'rinishda 3 yoshga bemalol to'g'ri keladi. Men buni sal kattaroq bo'lish uchun 4 yoshda ham bemalol kiyish uchun, chunki men to'qigan qizcha 3 yoshdan oshdi. Bu yil qishimiz ham o'tishni boshladi. Endi keyingi yil qishga ham bemalol kuzda, bahorda, qishda to'g'ri keladigan bo'lishi uchun sal kattaroq qilib to'qishga harakat qildim. Endi enini ham o'lchamini beraman sizlarga. Mana eni 15 santimetr enlikda bo'lgan. Bu men sizlarga yana aytib o'taman, bonbon uzori bo'lgani uchun juda ham объемный bo'lib chiqdi, fanarik bo'lib, ishtoncha bo'lib chiqdi. Kofchikasi ham почти shunaqa fanarik bo'lib chiqqan edi. Agar torroq yoki kichkinaroq to'qishni xohlasanglar, bemalol petlyasini yana ham kamaytirishinglar mumkin. Men tor bo'lishini xohlamadim. Kengroq bo'lishi, svobodniy bo'lishi uchun, bemalol kiyish uchun shunaqa kengroq qilib petля olib to'qishni boshladim. Keyin agar xohlasanglar, mana bu yerda rezinkasini birgalikda qo'shib birlashtirib olishinglar mumkin. Yana boshqa ishtoncha to'qilgan videolarimda ham ko'rsatganman. Xohlasanglar o'sha videodan ko'rib olishinglar mumkin. Xohlasanglar mana bu yerda teshikcha qoldirib, boshlagan joyimizdan boshlab teshikcha qoldirib, keyin aylantirib to'qib birlashtirganimizda mana bu oldi tomonda teng o'rtasida teshikchasi ham bo'ladi. Unaqasi to'qishinglar mumkin. Unaqa to'qilgan videoim ham bor kanalimda. Endi yana agar savollaringiz bo'lsa, to'qilgan men obzor video, shoshilinch video qildim. Ko'rsatishga ulgurmadim, lekin boshqa videoda xuddi shu ishtonchani faqat 1-2 yoshga to'qilgani bor. Xuddi shu yo'nalishda to'qishinglar mumkin. Agar tushunmagan joyinglar bo'lsa, savollaringiz bo'lsa, bemalol menga kommentariyada yozishinglar mumkin. Qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Hozircha mana men bu daftarimda ozginagina chala-chulpa qilib bo'lsa ham yozib qo'ygan ekanman. Shuni xohlasanglar mana ko'rishinglar mumkin.
keyingi videoda yana ham harakat qilaman, yana ko'proq videolar qilib, tushunarli qilib, boshdan oxirigacha qilib olishga. Hozir bu video bo'lgani uchun men bu videoni olmadim. Obzor video qilishga harakat qildim. Yana ham aytganimdek savollaringiz bo'lsa, kommentariyada kutib qolaman. Keyingi videolarda yana ko'rishguncha xayr, Allohga omonat bo'linglar.